bir ostonaga, to'yxona demakdir, bir murodxonaga tashriflaringizdan qadamlaringizga hasonat deymiz. Avvalambor assalomu alaykum qalbimizni qadrdonlari, mehrimizning mehribonlari, assalomu alaykum. Shu xonadonni bugun tabarruk deya qadam rajda qilgan pir badavlat nuroniy otaxonlar va qalbi daryo, mehri ummon onaxonlar, aziz do'stlar, qarangki bugun Allohning bergan bir ajoyib muborak kunlarida el xalqqa dasturxon yozib, osh berib, boshlari ko'kka yetib, Xudoning karomati bilan, mustaqilligimizning sharofati bilan O'zbekiston Respublikasi Surxondaryo viloyati Oltinsoy tumani Sayrak mahallasida yashovchi eng bir baxtli xonadonlardan birida bugun Qudrat Hoji bobomiz Sattorovlar xonadonida bugun ajoyib chiroyli qo'shaloq to'ylar. Birinchi to'y mana bobomiz Hoji bobomiz Qudrat bobomizni bugun 80 yillik yubiley to'ylar. Avvalambor bugungi muborak yoshlar sizga muborak bo'lsin. Qolaversa bugun shu xonadonda bugun chiroyli farzand to'ylari bo'layotgan, bugun Muhammadga ummat bo'layotgan, payg'ambarimizga sunnat bo'layotgan shu xonadonni shirinda shakar bo'lgan farzandlari, aziz bo'lgan nur didalari, to'ychi yigitlar Ibrohimbekjon bo'ladi. Avvalambor Ibrohimjon to'yboraga ham uzoq umr, baxt, saodat, kelajagi porloq, kelajagi buyuk mustaqil O'zbekistonimizda alpamishday alp qomat polvon chempion yigitlar bo'lib, el kori yaraydigan bobo momalari, ota-onasi orzu qilgandek, mahallasi orzu qilgandek yigitlar bo'lib, mustaqil O'zbekiston yurtimizga xizmat etadigan yigitlar bo'lib, iymonda, e'tiqodda sobit qadam yigitlar bo'lsin deb yaratgan Allohdan so'rab qolamiz. Qudrat Hoji bobo, bir minutga mana yonimga kelasiz agar mumkin bo'lsa. Mana shu xonadonni, Sattorovlar xonadonni qalqoni, xonadonni ustuni, padari buzukvori, ya'ni qo'rg'oni Hoji bobom yonimda, meni yaxshi ko'rgan bobom bo'ladi, chori o'g'li bilan birgalikda Toshkentda xizmatda bo'lganmiz, harbiy xizmatda. Shu orqali bu xonadonga ko'p kelganmiz. Bizning ham xonadonimizga shaxsan bobomning o'zi ham juda ko'p borgan. Bobojon, beshtalaysiz, to'ylar muborak bo'lsin. Bu 80 yoshga kirdi degani bu siz bir farishta bo'ldingiz. Nasib bo'lsa, shunday bir chiroyli qo'llaringiz duoda bo'lsinki, mana shu bolalarni, nevarlarni duo qilib, sizning duongiz ijobat bo'ladi-da. Doim qo'lingiz duoda bo'lsin. Nasib bo'lsa, sizning 90 yillik, 100 yillik to'ylaringizni ham kelib xizmat qilish hammamizga nasib ro'zalagan bo'lsin. Az do'stlar, agar qo'llarimiz bo'sh bo'lsa, shu otajonimizga to'ylari uchun bitta qarsak chalib qo'yamiz, olqishlab qo'yamiz. Yashang, sog' bo'lingizlar. Qo'shiq bo'lib qalbni titratgan, davo dardchilarga o'zni yaratgan, dunyo ezgulikni kaftida tutgan, o kun ham qalbingdan g'arifdir ota, ko'zimga to'tiyo etgan xatlarim, ko'nglimga bir dunyo eltgan baytlarim, bir umr hayotdan topgan totlarim, qarog'ing taftida g'arifdir ota. She'rga so'z yarashar, quyoshga osmon, qalbga qur yarashar, dengizga ummon, faxriga yarashgan insonsan inon, dunyo ham seningsiz g'aribdir ey ota. Hamisha otajonlarimiz, onajonlarimiz bor bo'lsin. Bunda inson, farishta insonlar doim qo'llari duoda bo'lsa, albatta biz farzandlari o'ynab kulib rohat olib beramiz. Xonadoningizda bundan keyin ham katta to'ylar bo'lsin, nevara to'ylari muborak bo'lsin, o'zingizning to'ylaringiz ham muborak bo'lsin yana bir bor. Aziz do'stlar, endi bir minut vaqtlarimizni olamiz. Tangri deydi, Alloh deydi, har bir yigitga o'g'illar bersin deydi. O'g'illar berib, elning oldida o'tib bir chiroyli to'ylar bersin deydi. Shuning uchun aytadilar-ku, nasling davomchisi, suyanching tog'ing, maslahat berguvchi, do'sting hamrohing, ko'ngling yoritguvchi, nurli chirog'ing. Tangri o'g'il bersin har bir yigitga, bitta bo'lsa quvonch bag'ishlar dilga, ikkita bo'lsa gar quvvatdir belga, uchtasi nomingni taratar elga. Tangri o'g'il bersin har bir yigitga, ota tizzasiga o'g'il yarashar, o'g'il borga havas bilan qarashar, otaning umri har o'g'ilda yashar.
Tangri o'g'il bersin har bir yigitga, o'g'ilni o'stirar dona otalar, oq yuvib taraydi aziz onalar, og'am deb ardoqlar singil opalar. Tangri o'g'il bersin har bir yigitga, Tangri o'g'illar beraversin, mana shunday chiroyli to'ylar qilaversin, to'ylarimizda mana shunday baxshilarimiz, san'atkorlarimiz kuy-qo'shiqlarni kuylaversin deymiz. Shular uchun bitta qarsak chalib qo'yamiz. To'y bola bormi? To'y bolani 1 minutga davramizni taklif qilamiz. To'y bolalar o'yingina o'ynab yurgandi. To'y bolalarni chaqiringizlar. To'y bola Ibrohimjonga ham bitta chiroyli tabrik bildiramiz. Keyin hammalaringizni xiromon raqslarga taklif qilamiz. Olib kelingizlar to'y bolalarini. Shoddod bola, sho'xliklarga boy bola. Ko'ylak kiysa kirli bo'lar, loy bo'lar. Sho'xligiga havas qilar oy bola. Toychoq bo'lib chopib yurgan to'y bola. O'yinchoqni sevmas endi bugundan, janjal to'nin kiymas endi bugundan. Qizlarni ham qo'ymas endi bugundan. Toychoq bo'lib chopib yurgan to'y bola. Tili chiqsa ilk bor aytar oyini, o'zi boqib katta qilar toyini. Endi hech ham ho'l qilmaydi joyini. Toychoq bo'lib chopib yurgan to'y bola. Tili chiqsa ilk bor aytar oyini, o'zi boqib katta qilar toyini. Bitta gapini qara. Men baxtli bo'layin de. Buamda umr uzoq bo'lsin. Ota-onamni. Ey yashang. Katta bo'lganda kim bo'lasiz? Halvi. Молодец, quloqim aytganlaringiz yetsin. Bobolaringizni hurmat qilib bering. Shuning uchun aytadilar-ku, sho'xlik qilsa yarashadi, havas bilan qarashadi, go'zal qizlar talashadi, katta bo'lsa to'y bola. Yursa yo'llar ravon, kulsa kunlari charog'on, balki bo'lar zo'r polvon, katta bo'lsa to'y bola. Balki bo'lar muallim, yo shifokor, yo fermer, yaxshisi bo'lsin hokim, katta bo'lsa to'y bola. Hokim bo'lsa ham, ularning viloyat hokimlari bo'lsa, ishingizga uzoq umr tilaymiz. Bobo otalar duolarini olgirsin. Sog' bo'lingizlar. Saylak jamoat xo'jaligida bundan keyin ham katta to'ylar bo'lsin. Albatta aziz do'stlar, bu to'y degani bu ittifoqchilikning belgisi, yurtning tinchligining belgisi. Demak, yurtimiz tinch ekan, ittifoqchilik bor ekan, mana ko'rdik. Xudoga shukr, har bir xonadonda mana shunday chiroyli 7 maharaga ovoza bo'ladigan to'ylar bo'lsin. Uni baxshi bobomizdan bo'ya juda ham chiroyli termalar aytdi, she'rlar baxshi. Shuning uchun aytadi-ku, baxshi bobo, osmon ustun osmon bo'ladi, yer bo'lolmaydi. Ayol erkak emas, er bo'lolmaydi. Hamma she'rlar emas, she'r bo'lolmaydi. Qarg'alar kuylashga shaylanmasaydi, zoqchalar bulbulga aylanmasaydi degan ekan. She'rga gapi sog' bo'ling, omon bo'ling. Rahmat. Yaşang.